Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan grafikni to'g'ri o'qish, time framedan time framega sakrash yoki minimum maksimumlarni to'g'ri belgilash mavzusida suhbatlashamiz. Ekrandan uzoqlashmanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Demak, aziz do'stlar, agar biza har bitta time frame'dagi holatni bir-biridan farqini bilmoqchi bo'lsak, demak, ularni darajalar bilan belgilab, davriylik yaratib, kichik time frame'da skeletini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Misol uchun siz H4 time frame'da yoki D1 time frame'da ba'zi bir shamchalarni shakliga qarab turib, bitimingizni ochishingiz mumkin yoki yo'nalishni belgilashingiz mumkin. Lekin ichida qanaqa holat bo'layotganini bilish bu ham albatta muhim jihatlardan biridir. Misol uchun, mana bu shamchamizning kichik time frame'dagi holatini bilishimiz uchun ustiga vertikal daraja tashlashimiz va davriylik indikatoridan foydalanishimiz yetarli. Misol uchun D1 dan H1 ga o'tadigan bo'lsak, demak, kunni boshlab bergan H1 dagi birinchi shamcha mana bu. Bu esa D1 ichida sodir bo'layotgan holat. Mana shu yerda biz minimumlarni, maksimumlarni yoki ichidan yana trisection elementlari, ya'ni kichik-kichik reaksiyalarni qidirib, balki bitimlarni ochishimiz ham mumkindir aziz do'stlar. Ko'pchilik time frame'dan time frame'ga sakrashni biladi. Albatta buni perkulyatsiya qilish osondir, lekin ichidagi holatni solishtirish, buni o'qiy bilish alohida bilim hisoblanadi do'stlar. Hozir biz strategiya o'rganmayapmiz, lekin juda ko'p holatlarda aynan mana shu bilim strategiyalarning ichidagi mohiyat bilan bog'liq. Professional kursda ham biz o'rganadigan strategiyalarning aksariyati aynan time frame'dan time frame'ga sakrash bilan bog'liq. Katta time frame'da trend yo'nalishlarini belgilashimiz, misol uchun buy yoki sell, kichik time frame'ga o'tib esa kichikroq trisection elementlaridan tasdiqlar qidirib bitimga kirish maqsad qilinadi. Demak, aziz do'stlar, agar biz time frame'dan time frame'ga o'tib har bitta holatni nazorat qila oladigan bo'lsak, stopimiz kichkina, take profitimizning masofasi uzunroq, riskimiz kamroq bo'ladi aziz do'stlar. Soddaroq qilib tushuntiraman. Misol uchun bizda pin bar shakli. Agar mana shu pin bar shaklini kichik time frame'dagi skeleti sizga qiziq bo'lsa, ba'zi bir time frame kombinatsiyalarini zametkaga olib qo'yasiz. Misol uchun D1 dan H1 ga, haftalikdan H4 ga yoki oylikdan D1 ga yoki H1 dan M5, M1 time frame'larga sakrash ham mumkin. Mana shu vaziyatda siz katta time frame'da ko'rib turgan pin baringizni kichkina time frame'dagi holatini tasavvur qilishingiz mumkin. Buning uchun shamchamizning pokazatellari, ya'ni ko'rsatkichlariga e'tibor berishimiz kerak. Agar mana shu shamchamizni 4 xil ko'rsatkichi bor deb hisoblaydigan bo'lsa, ya'ni open, close, high, low. Ya'ni shamchani ochilgan joyi, shamchani yopilgan joyi, shamchaning cho'qqisi, shamchaning tubi. Mana shu shakl bor yo'g'i D1 da bitta shamcha orqali yakuniga yetgan. Lekin H1 time frame'ga o'tadigan bo'lsangiz, bu yerda butun boshli tublik yoki o'sha aytadigan bo'lsak, har xil minimum maksimumdagi shakllarni ko'rishingiz mumkin. Misol uchun mana ochilgan joyi, mana bu yerda start oldi, narx pastga harakatni amalga oshirmoqda. Bu minimum maksimumlar bilan bo'lishi mumkin, to'g'ridan-to'g'ri tushishi mumkin, откатlar bilan bo'lishi mumkin. Lekin juda ko'p holatlarda mana shu vizual shakllar bir-biriga o'xshashligini siz ko'rasiz. Mana bu yerda ham xuddi shu tartibdagi harakat, faqatgina bu yerda butun boshli davr. Open, ya'ni narx ochilgan nuqta, bu eng cho'qqisi, bu eng tubi, mana bu esa close, narx yopilgan nuqta. Bu yerda ham xuddi shu 4 ta ko'rsatkichni ko'rib turibmiz aziz do'stlar. Va mana shu vaziyatlarda bizda savollar tug'iladi. Buni o'zi nimaga kerak? Nima uchun biz skeletiga o'tib qanaqadir formatsiya qidirishimiz kerak? Do'stlar, agar biz har bitta o'sha откатlarni hisobga oladigan bo'lsak, ya'ni narx singan joylar, minimum, maksimumlar hammasini hisobga olib, hamma yoqda emas, aynan shunaqa pul kirgan nuqtalarda bitimga kiradigan bo'lsak, skeletidan bitimga kiradigan bo'lsak, juda katta ehtimol bilan stop lossimiz kichkina, take profitimiz mana bu time frame'ga nisbatan juda katta bo'lishi mumkin.
Misol tariqasida aytishim mumkin, agar siz pin barni o'zidan bitimga kiradigan bo'lsangiz, shamchi yopilgan taqdirda bozor holati bilan mana bu yerdan kirasiz. Stop losslar esa taxminan eng pastki nuqtada, take profit mana shu masofani qisman 1/1 yoki 1/2 nisbatida. Lekin aziz do'stlar, agar biz shuni skeletidan bitimli qidiradigan bo'lsak, tasdiqli qidiradigan bo'lsak, ya'ni mana shu darajalardan, atkatlardan qidiradigan bo'lsak, stop lossimiz taxminan mana bu yerda, bitimlarimiz esa yo mana bu, yo mana bu nuqtalarda bo'lishi mumkin. Va mana shu tartibda riskimizni kamaytirishimiz, take profit masofasini oshirishimiz imkoniyati paydo bo'ladi. Bu bor yo'g'i bitta dona misol sifatida ko'rsatilmoqda. Aslida aziz do'stlar, har bitta time frame'dagi vaziyatni nazorat qilish juda ham qiyin narsa. Elliot nazariyasi deymizmi, Baykov nazariyasi deymizmi, har bitta yo'nalishi o'zida aynan strategiyasiga moslashtirilgan time frame'dan time frame'ga sakrash, grafikni o'qish uslublari mavjud do'stlar. Shunchaki katta time frame'dagi holatni ko'rib xulosa qilmasdan kichkina time frame'da riskni kamaytirish tavsiya qilinadi do'stlar. Ana endi minimum maksimum masalasida ham to'xtaladigan bo'lsak, agar biza har bitta mana shunday narx qaytgan joylarni, har bitta kichkina singan atkatlarni minimum maksimum qilib oladigan bo'lsak, grafikda juda ham katta chalkashlik paydo bo'ladi. Bu narsani juda ko'pchilik e'tiborsiz qoldiradi. Ayniqsa biz o'zimizning tajribamizda bu narsani ko'rganmizki, o'quvchilarga biz vazifa beradigan bo'lsak, grafikdagi minimum hamda maksimumlarni belgilanglar. Ya'ni har bitta minimum maksimumlarni qanaqa holatda ko'rishingizni bizga ko'rsatiladigan vazifa berilganda, aksariyat holatlarda hech qachon bir-biriga o'xshash holatda belgilashmaydi. Ya'ni 10 ta o'quvchiga bitta vazifa beriladi, lekin grafikka 10 xil belgilashadi. Bu tabiiy holat, bu qo'pol xato emas. Bu usulli yetishmaslik, o'sha grafikka o'qish uchun qat'iy qoidani qo'yilmasligidan paydo bo'lishi mumkin. Bunaqa holatda qanaqa yechim topish mumkin do'stlar? Misol uchun siz ikkita o'zingizga qoidani qo'yib oling. Birinchisi bu yon atrofdagi shamchalarga nisbatan biroz kattaroq hajmdagi ikkita bir xil rangdagi shamcha. Ya'ni mana qizil rangdagi shamchalar pastga qarab tushib kelmoqda, yashil rangdagi ikkita kattaroq bo'lgan shamcha mana bu harakatga qarshilik ko'rsatmoqda. Line chartga oladigan bo'lsak, mana bunga o'xshagan vaziyatni siz ko'rasiz. Ya'ni narx sinishini ko'rasiz. Agar do'stlar mana bu shamchamiz kichkina holat bo'ladigan bo'lsa, minimum deb olish uchun arzimaydi. Ya'ni bu juda qisqa qaytish, tasodifiy qaytish. Bu bitta usul, ya'ni mana bu usuldan foydalangan holatda siz minimum yoki maksimumlarni belgilashingiz mumkin. Ikkinchi usul ham mavjud. Misol uchun narx yuqoridan pastga qarab tushib kelmoqda. Kichikroq bo'lgan taqdirda ham 4 ta bir xil rangdagi seriyali shamchalar. Orada bitta qizil yoki ikkita qizil tiqilib qolishi hech qanaqa katta muammo emas. Umumiyda 4 ta bir xil rangdagi seriyani ko'rmoqdamisiz? Demak, albatta buni ham narx sinishi, ya'ni minimum yoki maksimum hosil bo'ldi degan xulosa bilan yakunlashingiz mumkin do'stlar. Faqatgina ehtiyot bo'lasizlar, ba'zi bir vaziyatlarda bitta yashil shamchani o'zida, ya'ni umumiy high-low ATR'ning ichida qizil shamchalar, keyin yana yashil shamchalar, ya'ni flat ko'rinishda juda qisqa diapazonda mana shu seriya ham shakllanib qolishi mumkin. Bunaqa vaziyatda oddiy line chartga o'tib, narx sinish holatiga baho berishimiz kerak. Ya'ni qisqa sinish holati bo'ladigan bo'lsa, inobatga olmaymiz. Kattaroq sinish holati bo'ladigan bo'lsa, albatta bu ham sizga преимущество, ya'ni afzallik beradi. Minimum hamda maksimum deb qarashingiz uchun yaxshi bir asos bo'la oladi aziz do'stlar. Grafikda ham shu narsani ko'rishimiz mumkin. Agar aziz do'stlar biz orqaroqdan ko'raylik. Mana shu yerda har bitta minimum maksimum to'g'ri ko'rishimiz uchun mana shu usullardan foydalanadigan bo'lsak, juda ko'p lojniy sinishlar, lojniy qaytishlardan o'tib ketamiz. Ya'ni mana buni maksimum deb olgan taqdirimizda buni minimum deb olsak bo'ladimi? Yo'q, chunki yon atrofdagi holatga nisbatan qat'iy katta ikkita shamcha sinish holati bo'lmadi. Shuning uchun buni o'zi max bo'lib qoladi. Mana bunichi min deb olishimiz mumkinmi? Ha, aziz do'stlar. Ya'ni narx mana bu nuqtadan mana bu nuqtagacha harakat amalga oshirdi va narx to'xtab biz kutganimizdek ham seriya ham yon atrofdagi shamchalarga nisbatan biroz kattaroq bo'lgan ikkita yashil shamchani ko'rmoqdamiz. Mana shu holatda biz
endi ikkilanmasdan minimum bor degan fikrga kelishimiz mumkin. Mana bu oxirgi max, mana bu oxirgi min. Yana narx to'xtadi, bizni kutgan seriya yoki o'sha katta shamchalar shakllandi. Bu yerda ham maksimum bor aziz do'stlar. Demak, bu max, bu min, bu max, mana bu min. Demak, bu yoqda ham bizni kutgan ikkita katta seriyali shamchalar bor. Impulsli shamchalar bor. Demak, bu ham maksimum deb belgilanishiga ruxsat bor. Mana bu minimum deb belgilanishiga ruxsat bor. Yana narx to'xtadi aziz do'stlar va mana bu yergacha keldi. Endi savol tug'iladi. Men buni minimum deb olsam bo'ladimi? Yo'q, chunki biza qo'ygan talabga javob beradigan harakat yo'q. Ya'ni ikkita katta yashil yoki to'rtta seriyali bir xil rangdagi yashil shamchalar chiqmadi. Shuning uchun buni men minimum deb ololmayman. Mana buni ham ololmayman aziz do'stlar. Sababi narx to'xtadi, ikkita kichkina shamchalar. Lekin mana buchi, albatta buni olishimiz mumkin. Sababi narx to'xtagandan keyin o'sha biz kutgan ikkita katta shamcha ham, seriya ham barchasi mavjud. Demak, mana shu tartibda lojniy sinishlar, lojniy qaytishlardan biz chiqib ketamiz. Hozir line chartga oladigan bo'lsak ham, mana ko'rib turibsizlar aziz do'stlar, mayda-mayda sinishlar, mayda-mayda qaytishlar inobatga olinmayapti. Konkret mana shu ikkita uslub orqali o'zimizga mos bo'lgan, o'zimizga to'g'ri keladigan konkret minimum maksimumlarni belgilash endi qiyin ish emas aziz do'stlar. Bemalol bu narsadan foydalanishingiz mumkin. Bu strategiya emas do'stlar, bu qanaqadir qat'iy qoida emas. Bu shunchaki usul. Ya'ni mana shu usul orqali siz ko'proq pul kirgan, ko'proq talab va taklif shakllangan diapazonlarni belgilashingiz mumkin. Ya'ni lojniy harakatlardan o'tib ketishingiz mumkin do'stlar. Demak, yana bir oz ko'ramiz. Mana bu yerda maksimum bormi? Yo'q aziz do'stlar. Biza kutgan katta ikkita shamcha yo'q yoki seriya yo'q. Shuning uchun buni ham olmaymiz. Mana bu yerda maksimum bormi? Ha aziz do'stlar, bu yerda maksimum bor. Mana bu yerdacha minimum bormi? Yo'q. Chunki biza kutgan ikkita emas, bitta katta shamcha chiqdi. Shuni hisobiga buni ham o'tkazib yuboramiz va mana bu yergacha kutamiz. Bu yerda esa biz kutgan harakat mavjud. Ya'ni narx to'xtab, seriyali shamchalar shakllangan. Demak, buni minimum deb olishga haqqimiz bor. Buni ham maksimum deb ola olamiz, chunki seriyalar mavjud. Ya'ni qizil, 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 qizil. Ikkita katta ham, seriya ham mavjud. Mana shu tartibda ketaveramiz do'stlar. Buni olamizmi? Yo'q, chunki talab bo'yicha ikkita katta shamcha yo'q. Buni olamizmi? Yo'q, talab bo'yicha seriyalar yo'q. Buni olamizmi? Albatta, narx to'xtagandan keyin biz kutgan seriya ham, katta shamchalar ham ketma-ketligini ko'rib turibsizlar do'stlar. Demak, xuddi shu tartibda oxirgi max, oxirgi min, narx singan, narx qaytgan joylarni belgilashimiz mumkin. Buni qaysi strategiyalar bilan bog'lasak maqsadga muvofiq bo'ladi? Asosan sinar, ya'ni support and resistance. Tayanch va qarshilik zonalarini mana shu tartibda belgilab, reaksiyalardan bitimga kirish yoki boshqa klassik elementlarda mana shu ikkili tubli bo'ladimi yoki M o'sha W deymizmi, ikkili cho'qqi deymizmi, bosh va yelkalar bo'ladimi, shunga o'xshagan klassik patternlarda ham mana shu usul juda ham qo'l keladi aziz do'stlar. Xo'p, aziz do'stlar, xudo xolasa yana keyingi darslarimizda, keyingi vebinarlarimizda albatta shunga o'xshagan foydali ma'lumotlarni ulashtirib davom etamiz. O'z fikringlarni kommentariyada qoldiringlar. Aziz do'stlar, videomiz hammaga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Qo'llab-quvvatlashda davom etinglar, obuna bo'linglar va albatta keyingi darslarimizda qaysi mavzuda bo'lishini kommentariyalarda yozib ketinglar. Omon bo'linglar.